Assalomu alaykum. YouTube kanalida bizni kuzatuvchi obunachilarimiz videoni o'tkazib albatta foydali bo'ladi. Yo'qsa bitta kanalda rivoj uchun like bosib qo'yasizlar. Nimaga Xitoy, Koreya, Yaponiya hozirgi paytda bog'dorchilikda juda rivojlanish kuchli bo'lgan ekan. Panida gilos ekkanman, ko'p obunachilarim biladi. O'zim chayna tergan navni qo'yganman, hozir ko'rasizlar. Xo'sh, gullarni uzib tashlaganman. Qolgan gulini mana Real Tego ertakina ana shu g'o'da bo'lib qoldi. Mana 2-3 tadan qo'yib qo'yganman, mevasini ko'rgani. Hamma narsani ham sinab, o'rganib qilib ko'rish kerak. Mana internetdan ko'rib, shu YouTube kanallardan ko'rib odamlarkini qo'ygan edim. Mana ikkinchi yili bitiktadan qilyapti. Real Tego ertakina mana hammasida pashti bitiktadan meva bor. Chunki men buni mevalarini qo'yib qo'yganim qanaqa holatda bo'ladida. Mana buni mevalari, mana ikkitali. Bandi ham unaqa kalta bas. Holati yaxshi. O'shuning uchun sinab ko'rish kerak. Bo'ladimi, bo'lmaydimi deganlarga O'zbekistonda Panida gilos mana xudo xolasa o'zini chayna tergan nav Real Tego ertaki. Sen ko'rasizlar, sababi mana men ekib ko'rdim. O'zini chaynatdi. Rosa ko'p gullagan edi, bitta ikkita mevalari ham bor edi. Qo'yib qo'ygan edim. Mana ertak bachata degan ancha shoptoli, mana bu ham ishab qolgan. Mana ko'p do'stlar jug'urib qoldi. O'shuning uchun qo'rqmasdan ekorasizlar shoptoli gilos panikka. Erta chiqarish kerak mevalarni. Bundan bag'iga raqobat bo'ladi. Sog' bo'lasizlar. Farg'onalik bog'bon kanali uchun bittadan like bosib qo'yasizlar. Rivoj uchun. Xudo xolasa qanaqa ishonchli mevali ko'chatlar kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Abdumalik Farg'onalik bog'bon sizlar xizmatlaringizda. Salomat bo'lasizlar.